birodarlarimizdan xohish qilaman, maymana qamladan birodarlardan vatandolardan maqsad bu Hamza restorandi nimasi tartamiz bedoshdi. Biz avvaldan kelganmiz shu yerga. Avval 5-6 kun yashish yerga kelganmiz, voqean bir baliq beradi, inshaalloh xeyli bor kayfiyat. Aksara Salom, hurmatli ko'ruvchilar, umid qilamiz sog'likda, oromlikda yashab yurgan bo'lsangizlar. Albatta do'stlar, bizlar bu oqshom Hamza restoran yo Hamza darbori Faryobga qaror topdikki, shu yerga shu restoranning mas'uli men oldimga bor. Bular ma'lumotni mukammal beradi va hatman ko'rasiz, bu yerga qanday rizolar omoda bo'ladi. Bular bor ekanmi inshaalloh? Hatman bizlar musoyibalar bor. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Yaxshimisiz? Shukr, alhamdulillah. Avval ismingizni? Ismim Jamoliddin. Aka Jamoliddin, Faryob Hamza restoranning mas'uli shu yerga baqirib siz akangiz? Shuni bu ijozangizga Hamza restoranni bir ko'raylik. Hamza restoranni mardumlarning aytishiday ko'p bir jazobtarin restoran shu saati Faryobda deydilar. Mayda ishkarlarni aylanamiz, pason sonra g'izoni ham chek qilamiz. Xo'p do'stlar, bu ham mana Hamza restoranning shu sohasidagi restoran Mardona tarafga ketayotgan joyimiz. Mayda shu yerdan ketamiz. Shu tarafdan. Sizlarga salomat. Albatta do'stlar, ko'ringki, Hamza restoranning yuqorida joyi bor ekan. Mayda boraylik. Mashalloh, oynalar ham behi munazzam, mustaqim o'zlaringizda ovola qiling. Otelga, restoranga, g'izolarga omoda qilinglar va do'stlar, voqean ham Hamza darbor yo Hamza restoran va restoranda oliy va ba'zilarning aytishiday ko'p tamiz restoranlardan ekan do'stlar. Voqean men ko'proq joylarga, restoranlarga, otellarga saruraman. Chun Faryobga voqean bir tamiztarin restoran Hamza restoran ko'rdik mana mashalloh, hammamiz shohid bizlar va aytsangiz yakka mardona bormi yo zanona ham bormi? Joy zanona bu be nazarim joy mardona. Bu hozirgi mardonadir. Zanonamiz ham kirishgadir. Zanona joy inshaalloh baxari zanonaga ham boramiz. Tamam. Zanona ham shakl. Mashalloh. Albatta do'stlar, bir gapi degan bor. Bizlar bu yerga mushtariylardan ham musoyiba olgan edik. Mushtariylar xohlamadiki, bizlar aytdikki, bizlar tasvirga kelmasak, mayli, bizlar aytdik, hech mushkul yo'q. Shu restoranda siz aytib kelsangiz, Hamza restoran Shibirg'onga, so'ngra Mazor Sharifga ham bor dedilar, yo Namoyindagi bu narsalar bor ekan, biroz aytsangiz. Shibirg'onga ham bor, Sarpulda ham bor. Mana bu ushlanch shubalari Faryobga hozirga degan Zaytun restoran hozirga necha oy bo'ldi, faol bo'ldida ko'cha Mansurga, Mazor Sharifga. O'zi Mazor Sharifdagi Zaytun, mana Zaytun restoran. Markaziysi Javuzjon buni Hamza restoranda. Markaziysi Javuzjon, Saripulga ham bor. Saripulga. Mashalloh do'stlar, agarki Javuzjonga, Saripulga, Faryobga va yo ham Zaytun restorani Balxga agar borsangizlar, behtarin g'izolar bor. G'izolarni ham hatman tasvirga chiqaramiz, ko'ramiz. G'izolarni voqean men borgan bir restorandan g'izo no'shijon qilgan va xohladimki biroz o'sha no'shijon qilgan g'izolarimni shu yerga tasvirga chiqarsam, sizlarga ham ko'rsatsam. Do'stlar, barnomani idomasi bor. Boramizki, joy zanonani ham ko'ramiz. Chunki kecha tarafdan zanona biroz kam bo'lsa, bu yerga chunki shomdan sonra zanonaga ijozat yo'q, kesa non esa, ammo kunduz tarafdan bor. Hozirga zanonadan boramiz, baxayr. Zanonadan ko'ramiz. Durust do'stlar, boramiz joy zanonaga.
bu yerga saloni zanona bor ekan. Mayli ketamiz saloni zanonaga. Bunaqa voqeani ham aytib ketdi. Shomdan sonra bu yerga ijozat yo'q ekan. Yana kelmaydi. Shomdan nari siyosatlarga ijozat yo'q kelmaydi. Voqeani Bilan to'laydi. pastga ham Pastga ko'ramiz. mushtar bizni. Oho, mashallah, pastga ham mushtar bor. Pastga mushtar boshqa. Xo'p, do'stlar, kelinglarki bu ijozatga saloni zanona. Bu ham o'sha tepa bilan birda ekan. Kelasi ham oqshomga ham sonra bilan to'la bo'ldi, sonra pastga ham olamiz. Joy zanonaga ham olamiz. Bisyor yaxshi, bisyor xo'p. Yana ko'p yaxshi. Xo'p, salomlar sizlarga. Xo'p, siz xo'p do'stlar, shu yerga mushtariylar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz inshaalloh? Alaykum salom, salomat bo'ling. Ismingiz nima? Allohdo Boyqaro, Qaysor Ulusvalidan bo'laman. Mashalloh, Allohdo Boyqaro, Ulusvali Qaysordan. Bali. Qaysorga zindalik qilasiz. Qaysor bizning. Nima vazifalar bilan mas'ulsiz? Fe'lan vazifamiz yo'qdi. Bir do'konchamiz bor Qaysorda, shu bilan mas'ul. Mashalloh, sho'la zot. Do'stlar bilan kelibsiz shu yerga. Bali. Bu do'stlaringiz ham mashalloh, bularning xayr ismini aytib ham o'ltirmasangiz, qancha vaqtdan buyon do'stsizlar bular bilan? Onadan tavallud bo'lgandan beri do'stmiz degan. Do'st nimaydan. Hammamiz bir qariyaga u. Ham qarib bizni, hammamiz. Ya'ni Qaysordan Hamza restorantiga kelibsiz, shu yerga baliq yemoqda. Bali. Bu Hamza restorantining voqean do'stlardan avval ham so'radim, shu balig'ini, g'izolarini ko'p ta'rif qiladi. Sizlar ham avval ham shu yerga kelgan yo shu do'stlarning ta'rifini eshitib kelganmi? Biz avvaldan kelganmiz shu yerga. Avval 5-6 pera shu yerga kelganmiz voqean. Bir baliq beradi, inshaalloh xeyli bor kayfiyatda. Aksaran joylardan xushlanmayman, aksaran baliq urishlardan qayta bilaniki, bu kayfiyatda balig'i yaxshi qo'shmasan. Salomat, siz ismingiz nima? Hidoyatullo meniz. Hidoyatullo. Salomat, mashalloh. No'shi jon qilinglar. Kayfiyat. O'shani biz ham shu kelib shu yerga ko'p bor kayfiyat qo'shmaza baliqlar. Bundayiz to'libdi. Agar aytsam ki mana mehmon bo'laman sizlar. Mehmon bo'ling, gapi yo'q. Mezbonxonasiga borlar. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xush bo'libsiz. Tashakkur, salomat bo'ling. Bizlarga shu oqshom mehmon shu yerga. Xo'p do'stlar, ko'rdingizlarki, mashalloh, Ulusvali Qaysordan, ya'ni shu Hamza restoranning balig'ini yemoqqa kelganlar. Voqean Hamza restoran men ko'p ta'rif qilsam aytadilarki, YouTuberlar ko'p ta'rif qiladi. Yo'q, raqam emas. Chunki bizlar qancha do'stlarning, mushtariylarning, do'stlarning nazarlarini oldik. Do'stlar, salomat bo'linglar. Inshaalloh barnomani davom bor. Bizlarni Sadoy Shibrg'on kanalidan unutmanglar. Barnomamizni davomiga mana Hamza restoranti baliqpazi yo mohipazi yo baliq pishirilayotgan joyga keldik. Shu yerga bir hojabamiz bor ekan, shu baliqni olib boryapti. Bulardan so'raymizki, avval ham shu Hamza restorantidan bular baliq olib ketdi. Agar olib ketgan bo'lsa, biroz ma'lumot beradi. Hojaba salom alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Ismingiz nima? Meni otim Mullo Fazil Ahmad. Mullo Fazil Ahmad, Foryobda yashaysiz? Men Foryobga yashayman, bali. Fe'lan Foryobga. O'zim asliyati Eronga yashayman, toza mehmon kelinman bir oy bilan. Ho, mehmonsiz. Ya'ni O'zim Foryobdan bo'laman, bunyodimiz bor. Bozam mehmonsiz. Bozam mehmon biza. Aytsangiz, bu Hamza restoranti balig'i bir oydan kelganingiz, bir oy o'tdi. Qancha daf'a istifoda qildingiz? Men dafay duyumda, avval dafa bir dafa olib ketdim, ko'p yaxshi tartamiz, bedoshda ekan, ko'p yaxshi baliq. Yana bu oqsham ham kelib olibman. Maqsad
bularniki gitay bedoshroq, yaxshi baliq. Bu nimadan keltiribdi? Samti Langar tarafdan keltiribdilar. Baliqlar toza ekan. Hozir ham masjiddan kelyaptilar. Qaradim, balig'i toza ekan. Yana past diga 1,5 kilo baliq oldim. Men aytdim, tamizlik o'sha bedoshlik uchun, yaxshilik uchun. Tashakkur ul do'stlarki, foryoviy do'stlar, yo maymunalik do'stlarga mustaqim aytasizki, hatman baliq yegini kelsa, baliq olmali bo'lsa, shu Hamza restorantiga kelsin. Men birodarlarimizdan xohish qilaman, Maymana qamlardan, birodarlardan, vatandoshlardan maqsad bu Hamza restoranti nimasi tartamiz, bedoshli, behi baliqlari ham toza ekan. Men bulardan da'vat qilaman, kesinlar shu yerdan baliq bakor bo'lsa bular maşallah yakka moy furishlari ham yo'q. Boshqa 30 raqam bularni nimasi bor ekan? G'izosi bor ekan, mana moycha palav, boshqa kabob, mabob, hamma narsa. Maqsad muhimi budiki bularniki bedoshli tartamiz ekan. Tamiz. Maqsad kullan hamma joylari bilan maqsangiz, ko'rsangiz bedoshli, muhim bedoshligi, tartamizligi. Tashakkur hocam. Xohish qilaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tashakkur bulardan ham do'stlar. Chunki ko'rdik, moy faziga edi Hamza restorantining. Albatta, hurmatli do'stlar, yana mana shu Hamza restorantiga aylandik, ko'rdik, yo Hamza darborda. Ko'ramiz, endi g'izosini ham yeb ko'raylik do'stlar. Albatta sizlar ham Hamza restorantiga kelmoq istasangizlar, adres shahri Maymana, Chorroyi, Chorsamobod, rastayi Shiryahfaziho. Hatman shu yerga Hamza restorantiga bir saruringlar, ko'ringlar, g'izosini ta'mini ko'ringlar. Bizlar ham ko'ramizki, g'izosi qay raqam va hamchinon qobli palav ham kelyapti, uni ham ko'ramiz do'stlar. Qobli palav qay raqam, bu yerga 30 raqam g'izo pishadi deydi. 30 raqam g'izoni bizlar hammasini test qila olmaymiz. Ammo isrof ham bo'ladi. Shu bir qancha nava g'izosidan istifoda qilib ko'ramizki, voqean g'izolari avval ham men aytdim, behtarin g'izolari bor. Hatman Hamza restorantiga saruringlar. Agar ham do'stlar sizlarning ham shu shaklli tabliğotlaringiz bo'lsa, shu yerga Sadoy Shimrixonning rasmiy WhatsApp shumorasi yoziladi. Hatman mesaj qilinglar. Barnoma shu yerga xotma topadi. Xudo yordamingiz toki barnomahoy diga barnomalargacha.